Rostdan ham qonun hamma uchun tengmi yoki oramizda qo'shtirnoq ichidagi daxlsizlar, ya'ni har narsaga haqli, tahdid qilishi mumkin, haqorat qilsa ham o'zini lavozimini saqlab qoladigan alohida toifa bormi? Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik, Buxoro viloyati hokimining videosi tarqaldi. Unda hokim binoni buzib, ichidagi odamlar bilan tiriklayin ko'mib tashladi degan mazmunda qo'l ostidagilarga shunaqa topshiriq bergan. Bugunni o'ziga buzib tashlaysan. Narsa ichidagi odam bilan ko'mib tashlaysan kuchor. Sud deb hammasini erkalatgan. Buni hayajonda aytilgan gap, shunchaki asabiy vaqtida bildirilgan gap edi deyish ham mumkinmi? Ha, agar bu gap o'sha hokimni o'zini oshna og'aynilari bilan choyxonada yoki qanaqadir boshqa shaxsiy muloqotda aytilganida, ammo biz ko'rib turibmizki, bu yerda hokim mansabdan foydalanib qo'l ostidagilarga rasman topshiriq sifatida aytyapti. Shu bois buni shunchaki gap deb bo'lmaydi. Bizningcha bu haqiqiy tahdid. Bu jinoyat, bu qonunbuzarlik. Endi e'tibor bering. 2019-yili Farg'ona viloyat hokimi bo'lib ishlagan Shuhrat G'aniyev o'sha vaqtda hurmatli hokimlarga sizlardan birontangiz yig'ilish o'tkazib, u yerda ayollar ro'molda kelsa, o'sha ro'molni mas'ullarning og'ziga tiqaman. Mahalla raisimi, o'qituvchimi, sotuvchimi, jamiyat faolimi, deputatmi degan shunaqa tahdid qilgan edi. Albatta bu gaplar shunchaki qolib ketmadi. Tarmoqlarda keskin muhokama qilindi, shov-shuvlar chiqdi va oxiri Senat uni majlisga chaqirib, jamoatchilik oldida uzr so'rashga majbur qilgandi. Xo'sh, Buxoro hokimini ko'mib tashla degan tahdiddan keyin nima bo'ldi? Afsuski hech narsa bo'lgani yo'q. Na uni Senat chaqirdi, na boshqa, na uzr so'rash, na tergov, na javobgarlik. Hech kim chaqirmadi ham, javobgar ham, hatto kechirim so'rash ham bo'lmadi. Vaholanki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson qadr-qimmati daxlsiz deyilgan. Jinoyat kodeksida tahdid va mansabni suiiste'mol qilish jinoyat deb belgilangan. Ammo bu qog'ozda, hayotda esa hokimsanmi demak senga hech kim hech narsa qila olmaydi, hech kim tegmaydi. Kuni kecha esa Furqat tumanida mahalla raisi sirli ravishda vafot etdi. Guvohlar u hokimiyat yig'ilishida hokimning haqoratlarini ko'tara olmay mazasi qochib vafot etdi deb aytayotgan bo'lsa, hokimlik axborot xizmati yo'q. Hokim hech kimni haqorat qilmagan. Yig'ilishda rais o'zini mazasi qochib, men ishdan bo'shayman, men ketdim deb zalni tark etgan va hokimiyat hovlisiga chiqqanda mazasi qochib tez tibbiy yordam xizmati chaqirilgan va u keyin vafot etgan degan mazmunda aytayapti gap. Nima bo'lganda ham mahalla raisini bu vafoti har tomonlama tekshirilishi kerak va juda ham shubhali. Nimaga u yig'ilishda mazasi qochib qolyapti? Mahalla raisini mazasi qochib vafot etishi shunchaki holat emas, bu favqulodda holat aslida. Raisi yaqinlari boshqa gapni aytmoqda, hokimiyat boshqa gapni aytmoqda. Hokimiyatdagi kuzatuv kameralari ko'tarilsa, menimcha majlisda qatnashganlar bilan xolis so'rov o'tkazilsa hamma narsa oydinlashadi. Biroq negadir bu holat ham deyarli sukut bilan qoldi. Qizig'i yana bitta holatda Farg'onada prokuror tadbirkorga bosim uchun xodimlarga tadbirkorga narkotik tashlab tiq degan topshiriqni beryapti. Juda ham qiziq. Endi masalaga qarasangiz, agar xuddi shunaqa holat maktab, bog'cha yoki tibbiyot muassasasida bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa xato qilgan shaxs avtomatik ravishda ishdan bo'shatiladi. Lekin hokimlar, huquq muhofaza qilish idoralari mansabdorlariga kelganda hammasi joyida, ular ishlayverishadi. Ularga kelganda jimjitlik romani o'qiladi. Aslida bu alohida shunchaki holatlar emas. Bu bir tizimning nishonasi, ya'ni zo'ravon, tahqirlovchi, o'zini qonundan ham yuqori qo'ygan tizim odamlarning o'zini namoyish qilishi. Agar xuddi shu ish Fransiyada bo'ladigan bo'lsa, mansabdor tahdid qilsa sudga tortilar ekan. Germaniyada qo'pol so'z uchun mansabdor ishdan bo'shatilar ekan. Bizdachi? Nega bizda hokimlar doim jazodan qochib qoladi? Chunki afsuski prokuraturada va sudlarda qonunda ko'rsat
aytilganda faol jamoatchilik nazorati, mustaqil va xolis tergov, hokimlar uchun alohida etika kodeksi, ochiq va odil sudlar. Mana, agar qonun hamma uchun teng bo'lmasa, adolat bo'lmaydi. Agar hokim jazodan qochsa, xalq davlatdan uziladi. Shuning uchun bu holatlarda sukut saqlash mumkin emas. Sukut saqlash va befarqlik eng katta dushmanimiz. Bugun boshqalarga qilingan tahdid va adolatsizlik albatta ertaga sizni ham boshingizga yetadi. Shu bois befarq bo'lmaylik, befarqlik kasaldan yiroq bo'laylik.